دۇنياۋى داڭلىق ئەسەر گۈلدۈرماما Awazi ئاپتورى Bradbury تەرجىمە قىلغۇچى سەرۋى Huseyin داۋامى Uni o'ltirgil bo'lmaydi. İkiliz bu hükümnamini goya hech qandaq munozirning hojati yo'qdekla talaffuz qilibdi. U ko'rgan isbotlarni dangsab, bu hukmni o'zining fikr sifatida qabul qilgan edi. Qo'lidagi miltiq goya o'yinchiq tapanchadek ko'rinadi. U shundoq devatdi. Biz bu yerga ahmaq bo'lib ketdimiz. Bu mumkin emas. Og'zingni yum, deb yilondek kushuldab aytdi Travis. Qora besibdi. Burul, deb buyruq berdi Travis. Mashinaga ovoz chiqarmay qaytib kiringlar. Sizlarning to'lagan pulinglarning yarmini qaytarib beramiz. Uning bunchavala cho'ng ekanligini bilmabdiman, dedi ikkilis. Vaqtini xato hisoblab qo'yibdiman shu. Hozir ketayli. U bizni ko'ra oladi. Uning ko'ksida qizil bo'yoq bor ekan. Bu mushtumzor kaslanchuk badanini ko'tardi. Uning qalqonlangan badani minglarcha yeshil tangidak paqiraydi. Yepishqaq suyuqlik bilan qaplangan bu tangilardan o'rlab turadi. Yepishqaq suyuqliklar ichida kichik hasharotlar lo'mildab turadi. Shunglashqimikin bu maxluqot qimir qilib qo'ysimi, butun badani midirlayotgandek, gavdasidan ajrab chiqayotgandek ko'rinadi. U sirtqi tinib, ichidagi havoni chiqardi. Xom go'shtning puriqi yovi tuproqning hamma yeriga tarqidi. Meni bu yerdan elib ketdi, dedi ikkilis. Burun faqatla bundaq bo'p baxmagan. Men davomliq o'din tirik yonadiganligimni bilatdim. Yaxshi yetakchilarim bor bo'lgan bo'ladi. Yaxshi safari bo'ladi, ham bexatar edi. Bu qitim men xato paraz qiptiman. Men raqibimga yo'l qiptiman. Men tan berdim. Bu mening taqobil turish iqtidorimdan bakla eshib ketdi. Yugurma, dedi Lespernis. Arqanға burilib, mashinaning ichiga yo'shirnib ol. Xo'p, dedi ikkilis. U xuddi sezimini yo'qotganda qiladi. U putlarga xuddi putlarni joyidan yo'tkamoqchi bo'lgandek nazar soldi. U umidsizlik ichida ingrivatdi. Ikkilis. U ko'zlarini chimchiqiltib, putlarni so'rab, necha qadam oldi. U tarafga emas. Bu maxluq oldi tarafga qo'rqinchli chiqirib etildi. U 6 sekund ichida 100 yard orliqni besib bo'ldi. Miltiqlar havoga ko'tarilib, o't chechishga boshladi. Ular bu maxluqning eg'izidan chiqqan yepishqaq suyuqliq va ko'ni qon bo'rnining ostida qoldi. Bu maxluq o'kirab ketdi. Tishlari oftobda yaltiraydi. Miltiq ovozi yana yangrdi. Ularning ovozini bu gigant kaslanchukning chaqirishi va o'kirashlar besib ketdi. Bu o'milgichining quyruqi havoga ko'tariladi hamda ikki yonga eg'anglaydi. Daraxtlar yo'pirmoq va shox bulutlarni paydo qilib portlab ketdi. Bu maxluq unchi marjonliq qo'llarini tövanga so'zib, ularni o'ynamoqchi. Ikki qilib o'shtib tashlamoqchi. Ularni
üzümünü əzgəndək ezib etməkçi. Çişlərinin arasıға və yoki çiqiravatqan geliği tıqıb etməkçi boldu. Ular bu məxluqның metalға oxşaş qapığıға, həmdə yalqıllavatqandək көрініватқан qarçuğuğa ox çıxardı. Xuddi taş heykəlgə oxşaş, tağ köçkəngə oxşaş tiranisor yıqıldı. Güldürülgən peti daraxtlarni siqimdab qo'mirg'in ichi yiqildi. U metal yo'lni ittirib ajirtibatdi. Bu kishilar o'zlarini orqa tarafga otdi. 10 tonna keladigan bu sovuq go'sht va tosh badan yerga yiqildi. Miltiqlar sayridi. Bu maxluq qalqanlangan quyruqini pulanglatib, yılannikidek çağını kımirlatib, oxiri jimjit bo'lib qoldi. Gelidan qon fontandak etilib chiqdi. Badanining ichki qismining ma'lum yerida biror suyuqlik xaltisi etilib ketdi bo'g'ay. Ovchilarning yuziga ko'nglini elishtiradigan suyuqlik etilib chiqdi. Ularning yuzlari qizirib, paqirab ketgan bo'lib, joyida jimjit turib qolishdi. Güldürmama pasaydi. Jangalliq jimib ketdi. Tog' ko'chishdan keyinki yeshil jimliq hukm suratdi. Qor bosgan yomon tushdan keyinki sahar. Bellingiz va Kramer metal yo'lning ustida o'ltirib qusuvatdi. Travis va Lispernis is chiqayotgan miltiqlarni ko'targanicha turadi. Eg'izini buzib tillavatdi. Vaqt mashinasining ichida Eklis o'ngdisiga titraganicha yotadi. U mashinaga yamishib, mashinaning ichiga kirib olgan edi. Travis kirib keldi. Ekilizga qarab qo'ydi-da, metal sanduqning ichidan paxta daki elib, metal yo'lda o'ltirganlarning yeniga qaytib keldi. Tozalavat. Ular qalpig'ining ustidagi qonni tozalavatdi. Ularmo tillashqa boshladi. Bu maxluq tog'dak bir dövi go'sht bo'lib yotadi. İşçidən onun bədəninin mərkəzidən yiroq parçalarının ölüvatqan. Organlarının məğlub boluvatqan. Suyuqluqның axırqı qitim püvəkçilərdən çıxıb xaltılağa. Onundan keyin talğa quyuluvatqan. Həmmə nərsinin məngülük toxtaşqa başlagan, vaqt çıxargan, g'udung shishqa yoki ig'ir tiniq olganga o'xshaydigan ovozlar anglanib turadi. Bu xuddi buzilgan poyezd beshining va yoki g'or mashinasi to'xtagan chog'dagi zapchaslari bo'shab ketgan va yoki chin kirishib ketgan vaqtda chiqargan ovozini anglaganga o'xshaydi. So'ngaklari sungan edi. Tonnalagan go'shi tangpongsiz holatda yiqilib, nozik oldi qo'l belikini ostiga bostirib sundirayotgan edi. Belikining go'shi ichilib chiqib qolgan bo'lib, texicha titrayotdi. Yana bir sungan ovoz bosh tarafda. Bir gigant daraxt shexi ig'irliqini ko'tarolmay g'olidan ajrab tushib ketdi. U o'lik maxluqning ustiga tushib, hammani oxirlashtirdi. Mana Lespernis saytiga qarab vaqtni tekshirdi. Dal vaqtida bu hayvonning ustiga tushib, uni o'ltirib qo'yish kerak bo'lgan gigant daraxt asli mushu edi. U ikki ovchiga nazar soldi. Mukofot lo'nqisi elishni xohlamsizlar? Rasm? Nima? Biz kelgusiga mukofot lo'nqisi elib qaytolmaymiz.
bu gavda aslida o'z o'limi bilan o'lgan holatiga o'xshash mushu yerda yetib qilishi kerak. Shundala hasharotlar, qushlar va bakteriyalar uningga hujum qila oladi. Hamma narsa muvozanat ichida bo'ladi. Bu gavda bu yerda qoladi. Biroq biz sizlarning uning yenida turgan suratinglarni tartib qo'ysak bo'ladi. Bu ikki odam azroq o'ylab beqib, uningdan voz kechdi. Boshlarini chayqadi. Ular uningga agishib metal yo'ldan o'tdi. Ular mashinaning ichidagi yumshoq o'rindiqqa cho'kdi. Ular tugashgan maxluqqa, allaqachon kaslanchukka o'xshaydigan g'ayri qushlar va oltin rang qurtlar g'o'r chiqib turgan qalqonsimon terisiga o'lishib olgan bu cho'qchiyib turgan bu o'lik dövisiga qarab tikilib qolgan edi. Vaqt mashinasidan chiqqan bir ovoz ularning badanini qatirib qo'ygandek bo'ldi. Ikkiliz titraginicha o'ltiradi. Kechirgin, dedi u oxiri. O'rningdan tur, deb vaqirdi Travis. Ikkiliz o'rnidan turdi. "O, metal yo'lga chiqa, o'zing yolg'iz", dedi Travis. O miltiqini to'g'rildi. "Sen mashinaga qaytib kirmaysan. Biz seni bu yerda qoldirib qo'ymoqchi." Lespernes Travisning belikidan tortib to'xtatib oldi. "To'xta. Buningdan ner tur." Travis qo'lini silkib tortib oldi. "Bu ahmaq hammamizni o'ltirgil tas qoldi. Ashunchilikli bo'lsa, miltig'imi? Yo'q, uning oyiqi. Qarab baqa, u yugurgunicha metal yo'ldan tushib ketdi. Bu ish hammamizni tugashtirdi. Biz buning jazosini tortadigan bo'ldik. Necha ming dollarlik sug'urta. Biz hech kimning metal yo'ldan ayrilmasligiga kapolatlik bergan. U bu yo'ldan ayrildi. Bu ahmoqni men endi hukumatga xabar qilishim kerak. Ular bizning vaqt safar qiladigan salohiyat kinishkimizni amaldan qoldirib etishi mumkin. Kim biladi, u vaqtga, tarixga nimalarni qildi. Bo'ldi qil. U nayt kelsa, ozroq to'pig'i dasab saptig'i shu. Biz nim bilimiz? Vaqirdi Travis. Biz hech nimani bilmaymiz. Buning hammasi texi bir sir. Chiqa bu yerdan ikkiliz. Ikkiliz ko'ynikining yanchuqini galvanglarcha oqtirib. Men nima desangli shuni to'lay. 100 ming dollar to'lay, dedi. Travis ikkilizning chek daftariga chekchiyib qardi va uning tukirvatdi. "Av yerga chiqa. Metal yo'lga chiqib, maxluqning yenida tur. Qo'lingni jaynigingicha uning og'ziga tiq. Shunday qilsang, ondan biz bilan qayta olaysan." Bu degan yo'lsizlik. Bu maxluq o'ldi. U döt. Heliqi o'qlar bu yerda qolsa bo'lmaydi. Ular bu o'tmishga tava emas. Ular har qanday narsani o'zgartirib etishi mumkin. Mana bu mening pichig'im. Ularni ko'lab chiqiribdi. Jangalga yana jon kirdi. Shavqin suran va qushlarning ovozi bilan to'ldi. Ikkiliz yomon tush va yoki qo'rqinish dahshati bilan to'lgan bu ibtidoiy axlat dövisiga qarab burildi. Uningga uzoq bir pas qarab turgandan keyin xuddi tun saylis qilayotgan odamga o'xshash metal yo'lda mengishga boshladi.
5 minutdan keyin bilaklarni jaynaklargacha qizil rangi chilab, jalaqlab titragunicha qaytib keldi. U qo'llarini sundi. Har ikki alqinida bir qancha po'lat o'q turadi. Andan keyin u yiqilib tushdi. U yiqilgan yerida midir-sidir qilmay yetib qoldi. Sen uningga bu ishni qilg'izmasang bo'ladi, dedi Lespernes. Shundaq qildimmi? Bundaq deyishga texi baldurlik qiladi. Travis qimirlamay yotgan bu badanni noqib qo'ydi. U yashaydi. Kelar qatim u bundaq o safariga endi chiqmaydi. Ma'qulmi? U ko'rsatkuch barmoqini Lespernesga qarab shiltidi. Mashinani mangdur, uyga qaytayli. 1492, 1776, 1812. Ular qo'llarini va yuzlarini pokizladi. Ular meynatlashib ketgan ko'nglak va ishtonlarni yengushladi. Ikkiz o'rnidan turib olgan bo'lib, u yoq bu yoqqa mengib yuradi. Biroq gap qilmaydi. Travis uningga 10 minutda tikilib turdi. Manga bundaq tikilib qarma endi, deb vaqirab ketdi ikkiz. Men hech nima qilmadim. Buningga kimmi bir nima deyalisin? Faqat yugurib metal yo'ldan pastga tushib ketdim shu. Oyog'imizga faqat bir oz loy chaplashib qapti xolos. Meni nima qilib bersin deysan? Tizlanib duo qilib beraymi ya? Balkim shuningga ehtiyojimiz bordir. Seni ogohlantirib qo'yay, ikkiz. Seni texi o'ltirib etishim mumkin. Qo'limda miltiqim tayyor. Men gunohsiz. Men hech nima qilmadim. 1999, 2055. Mashina to'xtadi. "Yo'qol", dedi Travis. Uy ular chiqib ketgan joyda turadi. Biroq shu vaqtdagi holatiga ancha o'xshab ketmaydi. O'xshash ustalning keynida o'xshash shu odam o'ltiradi. Biroq o'xshash shu odamni o'xshash shu ustalning keynida o'ltirdi degilimi bo'lmaydi. Travis atrofga tezla nazar tashlab chiqdi. Hamma narsa joyida-ku, dedi u. Joyida. Uyinglarga qaytib kelganinglarni qarshi olamiz. Travis zodili jiddiylikdan qutulolmadi. U egiz bir aynakdan sirtqa qarayotdi. Bo'ladi ikkiz, yo'qol endi. Hargizmi qaytib kelma. Ikkiz joyidan qimirlab qo'ymadi. So'zimni anglayotamsan, dedi Travis. Nimaga tikilib qarab qolding? Ikkiz havoni purg'anicha o'ri turadi. Havoga bir narsa aralashib qolgandek turadi. Bir xil ximiyalik puroq. Shunchalik ojiz, shunchalik oz miqdorda bordaq qiladi. Faqat ajoyib sus kelgan bir sezgi bilinar bilinmas ovozda bu xil puroqning mavjud ekanligini ogohlantiryotadi. Ranglar oq, kulrang, ko'k, apelsin rangi. Tomlarda, uy jihozlarda, darizining sirtidagi osmonda. Bor. Shundaqla bir tuyg'u bor edi. Uning muskullari chimildigandek bo'ldi. Qo'llari tortishdi. U bu g'ayirliklarni badanidagi teri to'shikchalar bilan sumirayotdi.
qandaqdır bir yerdə, qandaqdır biri faqat iştilarla anlayalaydigan bir xil ovozni isqirtib chiqirayotgandek qiladi. Uning badani buningga javoban jimjit turadi. Bu uyning sirtida, bu tamning sirtida burunqiga ancha o'xshab ketmaydigan ustalning keynida o'ltirgan, burunqiga ancha o'xshab ketmaydigan bu odamning nerisida. Ko'chalar va odamlardan tashkil topgan butun bir dunyo so'zilib yotadi. Qandaq bir xil dunyodir bu amdi? Buningga bir nima demak tas edi. Ularning bu tamlarning nerisida go'yo qurg'oq shamol uchirgan shaxmat urug'chilardek qimirlab yurayotganligini his qildi. Biroq shu chog'ning o'zida u ilg'i qila olgan narsa ishxona temidagi e'lon taxtasi. Bugun u dastlab ishxonaga kirganda o'qigan dal shu e'lon taxtasi edi. Aytavur, hozir bu taxta o'zgarib ketgan edi. Vaqt safari shirkati. Sizni o'tmishdagi har qandaq yilga safariga elib bordi. Siz hayvon nomini ataysiz. Biz sizni shu yerga elib boramiz. Siz ovni atsız. Ikkilis badanining o'rindiqqa lassida o'ltirib qolganligini his qildi. U talvilacha oyog'ining ostidagi qilin chaplashgan loy bilan hapilshyotdi. U qo'lidagi loy parchasiga qarab, "Yo'q, mumkin emas. Uningdek kichikkina narsa hargizmi? Yo'q!" devatdi. Loyning ichida yeshil, oltin rang hamda qora rangdan nur chiqarib chaqnayotgan narsa bo'lsa, bir kepenak edi. Intayin go'zal hamda o'lik. Uningdek kichikkina narsa hargizmi? Kepenak hargizmi undoq? deb vaqirvatdi ikkilis. U polga tushib ketdi. Nozik bir narsa, shunchalik kichikkina bir narsa tabiatning muvozanatini buzolaydi. Hamda kichik domino qatorini yiqitadi. Andin cho'ng domino qatorini yiqitadi. Andin gigant domino qatorini yiqitadi. Vaqt bo'yilgan ashu yillar iqimida ana shundoq bo'ladi. İkilizning xiyollari qaynam ko'ziga o'xshab qoldi. U ishlarni o'zgartirolmaydi. Bir tal kepenakni o'ltirib qo'yish unchavala mo'yim ish bo'lmaydi. Bo'lalishi mumkinmi? Uning chiroyi sovuq tus oldi. Eg'izi titragan holatda so'radi. Kim tunugunki Perizat saylimida g'alaba qildi? Ustalning keyinda o'ltirgan odam qaqaqlab kulib ketdi. Chaqchaq qilyapsan? Sen obdan bilasan albatta. Doychir yangdi-da. Yana kim bo'ladi? Hargizmi ashu ahmaq bichora kis emas. Bizga bir po'latdek kuchli odam, jigir bor bir odam bosh bo'ldi. Boshliq so'zidan to'xtab qoldi. Biror ishdan chataq chiqmagandi. Ikkilis ingrivatdi. U tizlanib o'ltirib qoldi. U oltin rang kepenakni barmoqlari orasiga oldi. Keynimizga u shu tapda dunyoga, o'ziga, boshliqqa, mashinaga
yalvarıvatqan edi. Keynimizga qaytib, uni tirildirolmasmizmi? Başqadan bir qitim başlap baxsaq bo'larmi? Shundaq qilsaq bo'larmi? O joyidan midirlamadi. Ko'zlarini ching yumib, titragan holda saqlayotdi. O Travisning uyining ichida pushqirab tinishlarini angladi. Andan o Travisning miltiqini ko'targanligini, miltiqning bexatarlik terikini tushirganligini, andan qurolni tanlaganligini angladi. Güldürmamaning ovozi anglandi. Tugidi.